Assalomu alaykum yana bir bor. Judayam ko'p shu savol tushyapti menga. Bir boshdan aytib beradigan bo'lsam, ayamni qornida bo'lganimdanoq ayamda judayam kuchli toksikoz bo'lgan va tug'ilganimda shifoxonadagi travmatologlar bu 1 yilgacha oyog'i golovkasi yo'q, shina qo'yish kerak bo'lgan deganlar. Keyin oyog'im noto'g'ri qiyshiq tug'ilgan. O'sha tug'ilganimdan beri hozirgacha 4 marta operatsiya bo'lganman. Xastada yurishim sababi o'sha operatsiyalarimdan yaxshi bo'lib shuncha bo'lganim va hozir oyog'im 12 santimetr kalta. Nasib bo'lsa kelajakda bundan yana katta 5-operatsiyam bor. Faqat uni sal kattaroq bo'lganimdan keyin 19 va 23 yosh orasida bo'lishi kerak bu narsa. Sizlardan so'rab qoladigan narsam men uchun duo qilinglar va qo'llab tursalaringiz bo'ldi. Tarixi shunaqa menikini aytib berishga judayam ko'p. Bir boshdan aytsak, hattoki diagnozlar